Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu güzel salamlarini yo'llash bilan birga Tarixi nazari programmamizning 3-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qarindoshlar, biz oldingi sonimizda muallifning qisqacha tarjima holini huzuringizga sungan edik. Biz bugungi 3-sonimizda taqriz, ya'ni beg'ishlamalar qismini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Taqriz beg'ishlamalar. Miyan Hasanxon, Kabul Darul Muallim Mudiri. Asli yarkanlik 1940-yili Kabul. Sharqi Turkistonning fidokor millatchisi, buyuk mujahidi, talantli olim muhtaram Muhammad Emin hazratlarining vujudga chiqargan bu qimmatli asari haqiqatan Sharqi Turkiston millati uchun mislsiz hadiya va bir xushallik bishoratdir. Shunisi aniqki, bundaq atrofliq va mukammal bir asarning yolg'iz bir zot tarafidan ratlanib qalamga ilinishi bakmo mushkul mushaqqatli ish bo'lib, tinim topmay tirishish va kurash qilish bilanla mumkin bo'ladi. Acaba shunchalik jafo mushaqqatga bardoshlik berib, harmasdan tirishib, bu qadar kurash qilishdagi maqsad va tuyg'u nima? O'zini ko'rsatishmi yoki shuhrat qozonishmi? Hargiz undaq emas. Kunlar, haftalar, oylar va yillar mashg'ul bo'lib, o'tmishda qolgan, hatto izidan asarmi qolmagan bu tarixiy hodisalarni ikkinchi qatam jonlantirib va tunji qatam millatning tarix sahifalarini bu faxrlanishga loyiq voqeliklar bilan zinatlab jabdug'an tuyg'u va maqsad har qanday bir tamanno va shuhrat qozonish orzusidan tamoman pok bir oliy g'oya va mamkuridan iboratdir. Yurakka yerlashgan vatan ishqi va butun ruhini qoplagan millat qayg'usidir. Bu zot cho'nqir ilmiy va asosli hissiyotlari bilan shuni tushunib yetganki, tarixiy ma'lum bo'lmagan millatning asli nasli va tegi taktimi ma'lum bo'lmaydi. Bu xuddi bir kishining shaxsiy hayotida o'tmishdagi hodisalarni eslaganida hech qanday bir ishni boshqa ilib chiqolmaganiga o'xshaydi. Shuning uchun bir millat ijtimoiy hayotda tarixsiz bir milliy voqeani yaxshi tushunib to'g'ri tahlil qilolmaydi. O'tgan voqeliklar yolg'iz bo'lib o'tganligi jihatila emas, balki voqeliklarning hozirgi va kelgusi hayotimiz uchun g'oyat zo'r ta'sir bo'lganligi uchun ahamiyatlidir. Bir millatning uyg'onishi va o'zini tunishi shu millat ichidan chiqqan tarixchilarning kishini hayratda qoldirgudek cho'ng xizmat ko'rsatganligi yana tarixda ma'lumdir. O'tmish tarixiy bo'lmagan bir millatning ahvoli bir tarafdan o'tmishining qorong'uligi, yana bir tarafdan kelgusining bilinmasligidan iborat gumonliq va parishon bir manzara qoladi. Chunki bir millatning hozirgi va kelgusidagi qiyin masalalari o'tmishdagi hodisalardan tajriba saboq olish bilan hal bo'ladi. Bir millatning o'tmishdagi an'anaviy davri, qurgan hashamatlik davlatlari, g'ayratli kurashlari va ota-bobolarning shonliq tarixi u millatning ruhiy jihatda va milliy madaniyatining yuksalishida eng zo'r ta'sir ko'rsatuvchi omil bo'lib hisoblanadi. Bu muhtaram zot mazkur asrini yozib chiqib va nashr qilib, bu ulug' g'oyalarni ko'zda tutib, jafo mushaqqatga chidab, milliy vazifasining eng ulug'ini amalga oshirdi. Shuning uchun bu qimmatli asarning nashr qilinishi munosabati bilan butun vatandoshlarimni tabriklayman. Bu asarni o'qigan chog'larda o'tmishdagi bir hikoyani o'qib chiqqandek emas, har bir faslini va har bir bobini o'qigandan keyin bir oz bo'lsa-mu millat va vatan tushunchasi bilanmi mashg'ul bo'lib qo'yishni so'rayman. Ismoil Hikmatbek, Turkiya hukumati Ma'rif ministrligining mufattishi, hozir Afg'oniston Ma'rif ministrligi maslahatchisi. 1940-yili Kabul. Mana bu bir turk o'g'lining qo'li bilan qurilgan o'lmas turk obidasi Sharq Turkiston tarixi.
Büyük Türk vətəninin bugün köpləyən Türklər tərəfindən tamamen dügüdək unutulub ketgan bir bulunğu bolğan Şərqi Türkistan bugün bu qimmatlik əsər sayəsində xuddi bulutlar arasından süzülüb chiqqan quyoşdək ko'z oldimizda parlamoqda. Ulug' vatanimizning bu aziz parchasi haqida Hindistonda Turk imperatorligini qurib chiqqan ulug' podshoh Babur Shohning tuqqani bo'lgan Mirza Haydar Dog'lat bir bebaho asar yozib qoldirgan bo'lsa-mu, bu asarni ko'rish har kimga nasib bo'lmagan. Hayotda tarixni yaratquchilar va tarixni yozg'uchilar bo'ladi. Bular ayrim-ayrim bir xususiyatga ega. Faqat Sharqi Turkiston tarixining muallifi Amir Muhammad Emin Hazratlari ham tarix yaratquchi, ham tarixni yozg'uchi. U mas'ud, baxtlik, qahramon bir turk o'g'lidir. Tug'ilib o'sgan vatanining amallari bilan jonlangan, alamlari bilan yig'ilgan. Texi ana quchog'ida ekan, onasining allay naqshlarida, yoshligida, qo'shiq va naqshlarda, qahramonlik hikoyalarida, fidokorlik afsonalarini anglagan va anglabla qolmasdan bular mengisiga, yuragiga naqshlanib, singib ketgan. Vatanning dard alamlarini o'zining dardidek sezgan va hayoti bo'yicha xalqini bu iztiroblardan cho'qim qutqizishga chin qalbidan qasamyat qilgan. Aldığa kelgan bu fursatni qo'ldan bermay, qahramon ajdodlarining shon va sharaf yodgori bo'lgan o'tkir qilichini qo'lga olgan. Ota-bobolarning jon hamrosi bo'lgan otqa atlangan bo'g'ra, ajdodlardan qolgan o'chmas sharaf dastonlarining bir yangisini tarix sahifalariga yozdi. Har xil hodisalarga ko'krak kerib, taqobil turishdan aslo chekinmagan bo'g'ra o'zidan necha 10 hassa kuchlik dushman bilan harmay-talmay elishib, oxirida vatandoshlari seg'ingan g'alaba va mustaqillikni qo'lga keltirdi. Afsuski, Kaj talay oldida chorasiz qoldi. Muborak vatanini qini va jini bilan qo'g'dash uchun kecha-kunduz tirishgan bu qahramon g'alabaga silib qo'ygan qilichi bilan qalamini ushlab, vatan uchun yangi bir jangga otlanib, bu kurashning g'alaba obidasini tikildi. Mana bu obida Sharq Turkiston tarixidir. Kiril harflari bilan ko'chirgichidan Batur Rashidin 1991-yili Almatda. Xitoy mustamlikachilarini zilzilaga keltirgan bu tarix Uyg'ur tarixi bo'yicha o'z milliy tarixchimiz yozgan va tunji mukammal bir asar bo'lib hisoblanadi. Şoňa bu kitap keyin yozilgan Sharqi Turkiston tarixlarining otasi bo'lib qolmoqda. Bizga ma'lum bo'lganidek, ta hozirgacha Uyg'ur tarixini yozish Xitoy ham Rossiya imperiyasining monopolisida bo'lib kelmoqda. Ularning o'z mustamlikalariga tarix yozib berish maqsadi shuningdan iborat bo'lib keldiki, bu chorasiz xalqning o'zlariga shartsiz bo'ysunish psixologiyasini ularda shakllantirishdir. Mustamlikachilar tarafidan tengilgan ashu xil aksiyatchi saxta tarixchilarga kuchlik radiya bergan mazkur Sharqi Turkiston tarixi biz uchun o'z tariximizning haqiqatni bilishda va mustamlikachi tarixchilarga qarshi radiya berishda kuchli qurol bo'lib keldi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Muhammad Emin Bug'ra zamonasida 1920-1940 yillari Turkiy xalqlarining tarixi bir tutash Turkiston tarixi sifatida qarilib kelgan edi. Va balki bu tarix hozirgidek Uyg'ur, O'zbek, Qozoq va Qirg'izga o'xshash xalqlarga bo'linib qaralmagan. Shundaqla 1934-yili Uyg'ur millati rasmiy Sharqi Turkiston millati deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin koni o'qimishliq Uyg'ur zotlari yanala turkchilikning prinsipida fikr yurishtirgan. Shunlashqa millatning bu xil turklik tushunchasi uning mazkur amgikiga boshdan oyoq singanligi aniq. Mahiyatda Uyg'urlar shu jumladan butun Turkiy xalqlar tarixini keng ham cho'nqur tushunishda turklik tushunchasi bilan Turkiy xalqlarining tarixini bir tutash qarash usuli tarix ilmida kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyat deyishga bo'ladi.
Әні şu мәніде müəllif öz əmgekini Şərqi Türkistan tarixini umumi Türkiye xalqları tarixinin bir bölümü hesaplaydı. Uyğuristan, Özbekistan, Qazaqistan və Qırğızistan qatarlıq milli ölkələrni bir bütün Türkistan içidəki bölünmələr dəb və bu Türkiye xalqlarını Türkistanның yaratılışından tartıb egiləri hesaplaydı. Şoňa tarixçi Şərqi Türkistan tarixinin məsələlərini umumi Türk tarix məsələsi dərəcəsiga көтөрüp təhlil qilish usulunu qo'llangan. Köçürüş işida şunu aytishga bo'ladiki, muallif aslida Kona Uyg'urcha, ya'ni Chag'atay adabiy tilining oxirgi davri bilan yangi zamon Uyg'ur tilining shakllanish davrida yashaganligi uchun shu orqali davr tilini bu kitobda qo'llangan. Onun ustiga Kona xat imlasimi bu kitobda hukm surgan. Bu hal bizni tuvandikicha ish qilishga majbur qildi. Birinchi, muallifning tili, jumla tuzish shakli, atalg'ular bilan ismlarni qo'llanishi, yozish shakli qandaq bo'lsa, shundaq berish qoidasiga amal qildik. Biroq hozirgi yozish qoidasi shart qilindi. Masalan, haybatlik degan so'z hayvatlik, yozilgan degan so'z yezilgan deb ilinganga o'xshash. Ikkinchi, arabcha, farscha va boshqa bir qism atalg'ular tirnoq ichida izohlandi. Uchinchi, so'z oxirida keladigan dur va larga o'xshash qo'shimchalar ilinmadi. O'ltirmoqda bo'lgan deganga o'xshash ayrim birlashgan so'zlar o'ltirgan deb ilindi. Hozirgi zamon Uyg'urcha nashrga tayyorlovchidan doktor Muhammad Yaqub Bug'ra 1988-yili Anqara. Muhammad Emin Bug'ra hayoti davomida qilichi va qalami bilan milliy zulm, tengsizlik va mustamlikachilikka qarshi millatning baxt, saodati va erkinligi uchun kurash qildi. İnqilobning qon va miltiq do'risi purab turgan muhitlarda chiniqdi. Jang maydonlarida o'zidan qatma-qat kuchli bo'lgan dushmanga chumoq, nayza va qilish bilan ko'krak kerib qarshi turdi. Musafirchilikning og'ir mushaqqatli kunlarida vatan va millat hasratida ko'ydi. Siyosat maydonlarida o'zining ilmiy qobiliyati va ustun natiqlik talanti bilan oshkora va yoshirin dushmanlari bilan tag'ma-tag' elishdi. Adabiyot sohasida ilmiy maqolalari bilan Sharqi Turkiston xalqining tarixini va madaniyatini dunyoga tanishtirdi va qo'g'didi. Mayli Xitoyda va yoki chet elda bo'lsin, Turkiston da'vosi uchun matbuotlarda ilib berilgan munozirlarda qoyil qilarliq maqolalar bilan qarshi tarafni hayronlikda qoldirdi. Xalqaro sahnada bo'lsa, arabcha va farschani yaxshi bilgan Bug'ra Sharqi Turkiston xalqiga bo'lgan zulm, tajovuz va adolatsizliklarni anglatdi. Sharqi Turkistonning ko'milib qolgan dushmanlari tarafidan qasddan burmalangan o'tmishdagi tarixini va madaniyatini harmay talmay o'tirg'a qo'ydi. Bütün bu kurashlar jarayonida tajribalarni mahirlik bilan yakunlab, inqilobning zamon va makon munosabatini to'g'ri bir taraf qildi. Qurolli qo'zg'olondan boshqa chora qolmaganda xalqni boshlab qo'zg'aldi. Xitoy hukumatiga va parlamentiga kirish va so'zlash fursati kelganda qonun va qoida ustida turib, vatan va millat uchun kurash qildi. Mana yuqorqidek bo'ron chapqinlik hayotda chiniqib yetishib chiqqan Muhammad Emin Bug'ra dunyoda oz uchraydigan bir shaxsiyat. Ya'ni ham inqilobchi, ham davlat arbobi, ham shoir, ham tarixchi edi. Ömrünün oxirigacha millat uchun ishlashda birdan bo'lsa bo'shashmay, bu dunyodan o'tgan Bug'ra millatiga, vataniga mislsiz to'kpa, ya'ni Sharqi Turkiston tarixini yezib qoldirdi. U millatning qalbida mangu yashaydi. Sharqi Turkiston tarixi Uyg'ur adabiyotida zamonaviy tarixchilikning bir ulgisi. Asardagi metod, uslub, o'tirg'a qo'yilgan original ma'lumotlar va foydalangan manba asarlardagi har taraflamalik hujjatlarga boy vasqalar buni isbotlaydi. Asarning boshlang'ich qismi bo'lsa, ona manbani asos qilganlikdan kishini cho'nqur qoyil qiladi.
Sharqi Turkiston hozirgi zamon tarixiy qismiga kelsak, bu qismdagi asosiy voqealiklarga muallif o'zi bevosita qatnashgan. Ko'rgan, bilgan va tadqiq qilgan hodisalar bo'lib, original materiallardan iborat. Shunga bu asar xalqarada Sharqi Turkiston va O'rta Osiyoga doir yozilgan ilmiy asarlarning foydalanish materiallar tizimligida asosliq yer olmoqda. Mustamlikachilarning cheklashi va tahdidlariga qaramasdan vatanparvar xalqimiz bu asarni qo'ldan qo'lga tarqatdi. Hayotining xatarga uchrashini bilib turib, Sharqi Turkiston tarixini qo'l bilan ko'chirib ko'paytib, yoshirin tarqatdi. Ba'zi ziyolilarimiz o'limdan qo'rqmay bu asarni shifrografda besib, yuzlarcha nusxa hozirlab, maktablar va tadqiqot o'rinlaridagi millatchi ziyolilar orasiga tarqatib. Bu kitobni o'qigan va yoki saqlagan nurg'un vatanparvarlarimiz qo'lga ilinib, turmalarda azob chekdi va ba'zilari shahid bo'ldi. Bu asar marhumning orzusiga eng uyg'un va to'liqlangan holda qizi Fatima Bug'ra tarafidan 1987 yili Anqarada nashr qilinib, butun dunyoga tarqatildi. Bu Sharqi Turkistonning yaqinqi zamon tarixida intayin zo'r bir ish bo'ldi. Millatimiz mislsiz ro'yi o'ziga ega bo'lib, xushalliqqa cho'mdi. Mustamlikachilarning orasida bo'lsa, xuddi tarixchimiz Batur Rashidin aytgandek, zilzila keltirib chiqadi va ular bu haqiqat oldida paypatak bo'lib ketishdi. Sharqi Turkiston tarixining to'liqlangan nashri xalqimiz bilan yuz ko'rishgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi bo'libmi Sharqi Turkistondagi yangidan yetishayotgan yoshlarimizning jiddiy talablariga asosan men bu asarni 1987 yili nashrga asosan hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilining imlo va shivisi bilan hozirlab nashr qilib taqatdim. Bu ishda menga har jihatdan doim yor yo'lakda bo'lgan oilamdan minnatdorman. Hozirlangan nusxani nashr qilish oldida muhtaram Hoji Yaqub Yusufi va Mey Kamal boshdan oxirigacha ko'zdan kechirib tuzitib berdi. Ularga alohida rahmat aytaman. Tajribasizlik va kompyuterdagi masalalardan kelib chiqqan xatoliklarni kechirib, tuzitib o'qib ketishlarini umid qilaman. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazar programmamizning 3-soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yangi son programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Allohga omonat.